Yangi O'zbekistonni yonidan xonadon chiqyapti. 13,5 sotixlik. Sotig'ini 20 ming dollardan baholaymiz. 4 sotig'ini sizlarga bonus qilib qo'yilgan zahvat joylari, hamma qulayliklari bor, gaz, suv, svet, umuman muammosiz. Barcha mebel texnika jihozlari qoladi. Bu yoq tarafimiz Yangi O'zbekiston kirib kelish, bu yoq tarafimiz Yangi bozorga chiqib ketish. Hamma qulayliklari bor, Yusuf ko'chada joylashgan. Endi sizlarga uyimizni ichkari qismidan tushuntirib beraman. Bu yoq tarafimizda darvozaxonamiz joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Kirganimizda 5 ta 6 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tarafimizni o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'ydi. Hamma qulayliklari bor. Bu yoqda o'zingizlar uy qurib olsanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafimizda o'zim joylari bor. Bu yoqda asosiy binomizda joylashgan bo'lsa, bu yoq tarafimizda ikkita xona, nari yog'ida ikkita xona. Hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga uyimizni ichkari qismini to'liq ko'rsatib beraman. Birinchi xonamizni ko'rsatib beradigan bo'lsam, kirganimizda zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yog'imizdan spalniy variantda foydalansanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Endi sizlarga qolgan xonalardan ko'rsatib beramiz. Ikkinchi xonamizda bu yoq tarafimizda oshxonamiz joylashgan. Yonginasida spalniy variantda foydalansanglar bo'ladi. Xolosida zal variantda foydalansanglar bo'ladi. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Oqsuv varianti. Endi sizlarga keyingi xonamizdan ko'rsatib beramiz. Binomizdan sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda samozob ustimizdan o'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'ygan. Zo'mgina katta qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Halimizdan o'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Yonginasida oshxonamizga uyda baho berib qo'yasizlar. Bu yoq tarafimizda o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, o'tiradigan joylari bilan. Bu yog'imizda 3 ta spalniyamiz joylashgan bo'ladi. Bu yoqda взрослый spalniy variantida foydalansanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Remontlari yaxshi variantda. Bu yog'imizda ham spalniyamiz, xolosida detskiy variantda foydalansanglar bo'ladi. Qurgi xonamizni, bu yoq tarafimiz xolosida spalniy, xolosida zal variantda foydalansanglar bo'ladi. Yana bu yog'imizda взрослый spalniyamizdan o'zingizlar bitta ko'rib baho bering. Havo aylanish uchun ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga qolgan xonalarimizni yana videodan ko'rsatib beramiz. Yangi xonamizni sizlarga ko'rsatib beradigan bo'lsam, kirganimizda qo'limizdan ko'rishinglar mumkin. Bu yoq tarafimizdan zal variantda foydalansanglar bo'ladi. Xonalari yorug', havo aylanish uchun juda ham zo'r, ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoq tarafimizdan detskiy spalniy variantda xolasanglar, взрослый spalniy variantda foydalansanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. O'rtancha remont variantida endi sizlarga keyingi xonamizdan ko'rsatib beramiz. Bu yoq tarafimizda o'zini огородная zona, bu yoq tarafimizda molxona, qo'yxona, tovuqxona variantida foydalansanglar bo'ladi. Juda ham katta joyi, bemalol hosildorchilik uchun juda ham ideal joyimiz. Hamma qulayliklari bor. Bu binoimizning orqasida yana ozgina joylari bor, hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizdan sizlarga sotig'ini 20 ming dollardan qo'yamiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.